Assalomu alaykum mekandoshlar, xutbanda kuningizlar bilan sizlar bilan men Qo'ziyev Boymurod. Buyursa sizlarga Batkenskiy oblast Lelek rayoni Razoq shahrindagi dag'i bir o'ta sonunjanlikda aytib ko'rsatib o'tamiz. Ko'rib turganingizlardek do'stlar, Razoq shahrini sentralni yo'li bilan tuz bosib kelsangizlar, bu yoq tomonda mana Razoq shahrini Jashtiq ko'chasini mana Kanichka ostanovkasi. Mana shu Kanichka ostanovkani oldiga kelib, bu yoq tomonda mana ko'rib turgandek qatoriga polnisda mana uyla solingan. Shu ostanovkani oldidan bu yog'i mana o'ng qo'lga burilib, shu yo'l bilan tuz bosib kirib borsangizlar, o'ta sonun 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Videomizda yanacha ko'rsangizlar, polni informatsiya berib ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana bismillahirrohmanirrohim deb sotilayotgan yerni oldiga yetib keldik. Ko'rib turganingizdek, shu yo'l bilan tuz bosib kelsangizlar, mana sotilayotgan yerimiz ko'rib turgandek mana o'ng qo'lda joylashgan. Hozirgi uchurda o'ta sonun qilib mana tep-tekis qilib haydab qo'yganlar. Ekishga tayyorgarlik ko'rib. Ko'rib turganingizdek, polnisda mana aylanasiga uyla solingan. Va hozir kelib bu sotilayotgan yerimizni sotib olib, uylarni solib, va hozir yashasanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, polnisda mana aylanasiga uyla solingan. Do'stlar, bu yerimizning foydali tomonlari oqar suvlargacha keladi. Plus kirallarda suvlargacha kelgan. Suvdan, to'xtan muammo yo'q. Ko'rib turganda mana qo'shilib polnisda mana to'qlarni tortib kelib, hozirgi uchurda maza qilib yashayaptilar. Do'stlar, bismillahirrohmanirrohim deb mana sotilayotgan yerimizning granitsalarini ham sizlarga o'ta sonun qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Ko'rib turganda mana yo'l tomon granitsamiz mana shu to'g'ridagi qo'shni ustoykasidan bu yoq tomoni mana ko'rib turgandek 20 metr. Mana shu toshgacha. Yon tomon granitsamiz mana shu toshdan bu yog'i mana yuqoridagi qo'shni ustoykasigacha uzunasi 30 metr. Ko'rib turganingizdek sonun qilib mana yerlarni haydattirib qo'yganlar. Ona bismillahirrohmanirrohim deb yuqoriga chiqib sizlarga yuqori granitsalarni ham o'ta sonun qilib ko'rsatishga harakat qilamiz. Do'stlar, mana past tomondagi granitsadan to'g'ri chiqib kelsanglar, ko'rib turganda bunaqangisi uzunasi 30 metr. Mana shu qo'shni ustoykasigacha ko'rib turganda mana bu yoq tomonda, chap tomonda bu qo'shni yerlari bor, o'ng tomonda ham qo'shni yerlari bor. Mana shu o'rtadagi granitsa ustoykadan bu yog'i mana ko'rib turgandek qo'shni teraklarigacha 30 metr. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz, mana shu yuqoridagi qo'shni burchakdagi ustoykalardan tuz bosib kelsangizlar, bunaqangisi 20 metr. Mana shu burchakdagi temir ustoykagacha. Bu yoq tomonni mana qo'shlar sonun qilib mana profillar bilan, setkalar bilan sonun qilib agrajeniya qilib qo'yganlar, pastgacha uzunasi 30 metr. Do'stlar, dag'i bir bor aytib o'tamiz, Batkenskiy oblast Lelek rayoni Razoq shahrida mana shunday mana o'ta sonun 6 sotik yer uchastkasi sotiladi. Narxini 800 ming deyaptilar. Jazma oladigan odamlar bo'lsa, arzon qilib kirishtirib beramiz deydilar. Qiziqqan aka-ukalarimiz uchun shu videoni ostida xo'jayin nomerlarini yozib qoldiramiz. Chalib, suylashib, kelib, ko'rib, yo'qsa sotib olsanglar bo'ladi. Yer ham zo'r. Hozirgi paytda mana sonun qilib yerlarni haydattirib qo'yganlar. Dehqonchilik qilamiz deb. Do'stlar, bu sotilayotgan yerimizning foydali tomonlari mana ko'rib turgandek, sotilayotgan yerimizning yonida mana shunday mana Razoq shahrining obizna yo'llarigacha bor. Va hozir bu yoq tomondan ham yo'l tushgan. Mana shu yo'ldan to'g'ri obizna yo'lga tushib borib, bu yog'i mana Batken Ushga qarab mana shu obizna yo'l bilan chiqib ketsanglar bo'ladi. Do'stlar, sizlarga videomiz yoqqan bo'lsa, shu videoni jaralavuz degan do'stlarimizga podelitsiya qilib jo'natib qo'ysangizlar bo'ladi. Agar sizlarga videomiz yoqsa, shu videoni ostida kommentariyada o'zingizlarni o'y fikrlaringizni yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Do'stlar, ko'rganingizlar uchun cho'ng rahmat.